KFC aparatlarimiz, ya'ni tovuqni KFC qilib pishirib beradigan KFC aparatimiz 380 ga ishlaydi. 14 kW tok tortadi. Xo'p, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 3 fazaga 14 kW tok, 25 litr yog' ketadigan, KFC'ni pishirib beradigan aparatimiz bu. Pastida yog' tushadigan joylari ham bor mana. Yog'lar tushadi. Xo'p, buni ochilishlari. Mana buni bosib ko'tariladi. Hozir ochib ko'rsatamiz. Mana. KFC. Bu yerlari rezinali. Yopib, ustini burab, mustahkamlab qo'yasiz. Xo'p, mana bu yerlariga yog' tushadi mana. Buni burasangiz yog' tushadi. Setkalarini buni tortasiz. Ko'rdingizmi, bu yog'. Qo'shish joylari mana bu. KFC uskunamiz.